Assalomu alaykum hammaga. Bizda navbatdagi grammatik qo'shimchamiz. Bu grammatik qo'shimcha aso oso. Xo'p, bu qanday grammatik qo'shimcha ekan? Birgalikda ko'rib chiqamiz. Aso oso ikkita harakat orasidagi sabab natija munosabatlarini bildiruvchi grammatik birlikdir. Bu qo'shimchani o'zbek tilida ko'pincha shuning uchun, shu sababli va beyib deb tarjima qilishimiz mumkin bo'ladi kontekstga qarab. Xo'p, qoidasi va qo'shilish tartib qoidalari har doimgidek, agar fe'lni oxirgi bo'g'inida a va o unlisi bo'lsa, aso qo'shiladi. Masalan, kadaga kaso, poda paso. Bu yerda diftonga aylanib ketyapti, e'tibor beryapsizlar. Undan a va o unlisidan tashqari qolgan barcha unlilar bo'lsa, so'zni oxirgi bo'g'inida oso qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, mokda bo'lsa mogoso, pevoda pevoso, bu yerda ham diftonga aylanib ketyapti. Yoso esa har doimgidek hada bilan tugagan fe'llarga, masalan, kungbu hada bo'lsa kungbu heso, il hada il heso o'shanday qo'shiladi. Endi buni holatlarda, gaplarda qanday holatda ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, sabab natija holatida. Biror ish sababli boshqa ish bo'ladi. Masalan, piga vaso mot kassoyo. Yomg'ir yog'ganligi uchun bora olmadim. Demak, biror sabab bo'lyapti va bir ishni qiladigan bo'lyapti. Yomg'ir yoqqanligi uchun bora olmadim deyapti. Pigon heso il chikchassoyo. Charchaganim uchun erta uxladim. Ketma-ketlikda keladi. Ikkita harakatni bog'lab keladi. Bu go bor edi-ku, biz tushuntirib o'tgan qo'shimchamiz. Ikkita ish harakat, ketma-ket sodir bo'lgan ish harakatni ifodalaydigan qo'shimcha go, beyib deb tarjima qilinadi. Xuddi shunday aso oso ham beyib deb tarjima qilinadi. Masalan, mana bu yerda ko'ramiz. Pabil mogoso eril takkassoyo. Ovqat yeb tishimni yuvdim. Chinguril mannaso ko'piril mashassoyo. Do'stim bilan uchrashib kofe ichdim. O'shanday tarjima qilinadi. Bu yerdagi gaplarni ham ko'rib chiqamiz. Nalshiga chuaso kongwone kassoyo. Ob-havo yaxshi bo'lgani uchun bog'ga bordim. Pega koppaso pabil mogossoyo. Qornim och bo'lgani uchun ovqat yedim. Hangugorul pevoso hanguge kago shippoyo. Koreys tilini o'rganganligim sababli Koreyaga bormoqchiman. Aso oso grammatik qo'shimchamiz hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Rahmat, sog' bo'linglar.